Assalomu alaykum. Ilon Baliq Toshkent kanali obunachilari. Xudo xolasa bizdagi bugungi holatlar, ya'ni obunachilarimiz uchun alohida uy sharoitida qanday qilib ilon baliq boqib daromad qilishlik uchun sharoit qilib qo'yganmiz. Mana yerda ham qilsanglar bo'ladi va mana ko'rib turganlaringizdek ushbu bassenda ham qilsanglar bo'ladi. Xo'p. Bu yoqda hozir ikkita machitli balig'imizni bolalarini o'zi shu olmasdan qoldirganmiz. Ukalar, bir narsani esda tutinglar. Har doim ilon baliq shu ikra qo'ygandan keyin agar ochib chiqqandan keyin olib qo'yadigan bo'lsanglar, foizi ko'proq bo'ladi. To'g'ri, onasidek boqa olmaydi hech kim. Dafna beradimi, artemiya beradimi, boshqa narsa beradimi, onasidek tez katta qila olmaydi hech kim. Nima uchun olib qo'yilish kerak deb har doim videolarda aytib o'tamiz. Shu bizga o'xshagan ilon baliq boqishda ozgina bo'lsa ham shu nima desam ekan, tajribasi bor odamlar olib qo'yib boqsanglar, foizi ko'proq. Ya'ni misol uchun deylik, bitta ona baliq 5000 ta ikra tashagan bo'lsa deylik, o'rtacha hisobda aytyapman endi. 5000 ta tashagan bo'lsa, agar hovuzda qoldiradigan bo'lsanglar, o'shani 100% deb oladigan bo'lsak, 100% ni ololmasliginglar mumkin, foiz kamroq bo'ladi. Masalan deylik 50%, 40% bo'ladi. Endi bizning tajribamizda shunaqa. Katta ko'llarda patera bo'ladi. Mana bunaqa baqatonlar orasiga to'dadan ajrab qolib kirib qoladi. Keyin bilasizlar, quyoshda kun urib o'sha yerda nobud bo'ladi. Asosan shu holatda bo'ladi. Lekin uchum-ucha onasi begona baliqlardan shunaqa nima desam ekan, shu ilon balig'i yeydigan, ya'ni lichinkasini yeydigan mayda hasharotlar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa narsalardan himoya qiladi uncha-muncha. Lekin agar ilon balig'inglar ikra qo'yib ochib chiqdimi, olib qo'yadigan bo'lsanglar, kami 50-60% o'zingizlar asrab qolgan bo'lasizlar. Xudo xolasa hozir masalaga bu yoqda qoldirgan ilon balig'imiz, ya'ni lichinkalarini sizlarga ko'rsatib o'taman. Agar hozir bu yerda ko'rinsa, ko'rib turganlaringiz shu baqatonlarning orasiga kirib qolgan. Mana orasida yuribdi. Qanchalik ko'rinadi bilmadim. Mana shuni tayyorda yuribdi. Mana ko'rinyaptimi aka sizlarga? Juda ham tez katta qiladi, to'g'ri. Onasi o'zingizlar alohida olib qo'yib mana chiqib kelyapti to'dasi. Mana shu lichinkamizga 10 kun bo'ldi. 10 kunda mana shu holatga onasi olib kelib shu holatda mana boqyapti. Lekin bu yerda foizi kamroq chiqadi, aniq. Bu yoqda ham hozir bor, sizlarga ko'rsataman, ko'rinsa. Agar o'zingizlar qo'l bilan mana ko'rinyaptimi? Mana bu ikkinchi oilasi. Bu boshqa. Bu ham уже rang kirib, ya'ni qora bo'ladi boshida, ikki tuxumdan chiqqanida, o'sha mana rang kirib, jigarrang holatga o'tgan. 2 haftadan keyin, ya'ni 3-haftasiga sekin katta bo'lib, o'sha ilonni, ya'ni dog'lari paydo bo'lishni boshlaydi. Mana bu yoqda ham. Shu o'rtasini qarasanglar, suzib yurishibdi. Shuning uchun aytaman, agar deylik o'zida qoldiradigan bo'lsanglar, tez katta qiladi. Mana shu tayida bor. Mana. Buni ko'rib tomosha qilib o'tirish juda ham bir zavqli holat bo'ladi. Agar o'zingizlar alohida boqaman deydigan bo'lsanglar, ya'ni onasi ikrasini tashlab ochib chiqqandan keyin boqaman desanglar, mana bunaqa hovuzga qo'yib qo'ysanglar, aniq bilasizlar nechta tashlaganinglarni, iloji bo'lsa sanab tashlaylar. Nechta borligini, ya'ni har kim bir ish qilishdan oldin hisob kitobini, daromadini yaxshi niyatda o'ylaydi. Misol uchun deylik, 10 ta tashlasam deylik, 10 mingdan sotsam, mana shuncha daromad qilar ekanman. 5 mingdan qolsa mana buncha daromad qilar ekanman deb hisob kitob qiladi. O'zingizlar olib qo'ysanglar, shu hisob kitobingizlar 100% bo'lmasa ham
80-90% to'g'ri chiqadi. Mana bunaqa joyda qoldiradigan bo'lsa-edi, hisob kitobda adashasizlar. Mana onasi ham tayyor yuribdi. Akalar, xudo xolasa bizdagi holat, ya'ni bugungi holatimiz shulardan iborat edi. Kanalimiz rivoji uchun like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishingni so'rab qolamiz. Xudo xolasa ilon baliq lichinkalarimiz bizda bor, faqat sizlarga yetkazib bera olmasligimiz mumkin, chunki oldindan zakladini olib o'chirtga yozib qo'ygan aka-ukalarimiz bor. Shu akalarni xudo xolasa zakazlarini birinma-ketin yetkazib boryapmiz. Har bittasini ham videoga ola olmayapmiz. Imkoniyatimiz bo'lganda har bitta mijozimizni nechta partiya olayotganlarini har bittasini video qilib qo'yib borardik. Asosan buni vodiy voha shu Qozog'istonga olishyapti. Kechqurun jo'natayotganligimiz uchun bilasizlar, endi odam ishdan charchaydi, boshqa bo'ladi. Hech shu narsaga qunt qila olmayapmiz akalar. Xudo xolasa bo'yatgandek biz kuzatishda davom etinglar. Xalqimizga manfaatli bo'ladigan shu videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Kimda kim qanaqadir savollari bo'lsa, nimadir maslahat so'ramoqchi bo'lsa, Telegramdan yozsanglar, xudo xolasa mamnuniyat bilan javob berishga harakat qilamiz. Telefon qilganinglarda ko'tara olmay qolishligimiz mumkin akalar. Oldingi videolarimda aytib o'tganman. Bu bizni nima desamikin, qiziqish uchun qilingan bir ishimiz. Asosiy ishlarimiz boshqa, shuning uchun telefonni ko'tara olmay qolishligimiz mumkin. Telegramdan yozsanglar, xudo xolasa aytgandek mamnuniyat bilan javob beramiz. Xudo xolasa o'zimizni tajribamizdan kelib chiqqan holatda. Mana bu guvoh bo'lib turganinglardek alohida boqilayotganlari. Bu yerda bittasi katta, bittasi kichkina bo'lib ketdi ekan. Mana guvoh bo'lganinglardek. Lekin bitta partiya hammasi. Ochoqpatlari mana orasida ko'rinyaptimi yo'qmi? Ochoqpatlari shu katta bo'lib ketgan. Ba'zilari o'sha holatda. Mana. Ushbu pastdagini nimaga olmayapman? Aziz obunachilarimiz uchun obzorini qilamiz. Ya'ni ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz deb bu yog'idagini olmayapmiz. Ya'ni sizlar uchun akalar. Endi agar olamiz desak, sirazi olib turib mana bunaqa joyga tashlab qo'yardik. Akalar, xudo xolasa nasib bo'lsa bo'yatgandek manfaatli videolar chiqarib, xalqimiz orzu niyatlariga yetishlik uchun, ya'ni daromad qilib, ya'ni ilon baliq boqib, shuni orqasidan daromad qilib, orzu niyatlariga yetishlikda xudo xolasa ozgina bo'lsa ham hissamiz qo'shilib qolgan bo'lsa, duo qilib qo'ysanglar, bizga mana shu muhim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.